Menimcha bu brendni, bu dvojkani bilmaydon, tanimaydon klientlarimiz bo'lmasa kerak. Ko'pchilikka ma'lum va mashhur bo'lgan Efes brendida dvojka Turkiya mahsuloti bo'lgan dvojkalarni sizlar bilan bugun internet nasadon tanishtirib o'tamiz. Zamonda asosan qisqacha qilib obunachilarimizga bir qator o'zingizni tanishtirib ko'rsatib o'ting. Bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, obunachilarimiz, vatandoshlar, mijozlarimiz. Yaxshimisiz, sog'lommisizlar? Bugun xudo xolasa Turkiya sportdan qaranglar. Efes brenddan Turkiya mahsuloti bo'lgan sportikalarimizni chekman. Bu material xalodok bo'ladi. Yubka hozir pagodada bemalol giyaverasizlar. Ayningizda boyoqligi bilinmaydi. Qaranglar, ustun o'zini ham bemalol giysangizda bo'ladi. Zamoklar ham chotki, zamoklar ham yine chotki narsamiz xudo xolasa qiynalmaydi. Ochib beklanganda zamoklar ham beklanib turadi. Yine demir zamokda bo'ladi, xudo xolasa. Bu qizarmaydi. Glavnisi rengi o'zgarmaydi. Ko'p odam aytadi, rengi o'zgaradi deydi. Xudo xolasa bu narsa emas. Garantiya yan tarafi. Manjetlardan e'tibor beringlar. Manjetlar ham chotki olingan, xudo xolasa akkuratli, skromlina. Pastlari pryamoy modelda bo'ladi. Qarang, elde ishunning arkalari ishunning pryamoyda bo'ladi, xudo xolasa. Buni endi manjetli variant ham bor. Bellar ham manjetli, qo'llar ham manjetli, akkuratli, skromli. Trikolar ham yubka bo'ladi. Trikolardan bir maqtayik. Trikolar ham chotki, xudo xolasa. Yine. Vobshim zo'r. Oyoqda boyoqligi bilan buni bemalol yozda giysangizda bo'ladi. Havo o'tiradi. Arkayın bo'linglar, ko'p odam havo o'tirmaydi deydi. Lekin bu tovarimiz kelinglar, qo'llaringiz bilan tutinglar, o'zingiz giyinglar, baho berasizlar. Bu narsani to'shni olasizlar, ustidan bir futbolka bilan yozdan bemalol giysangizda bo'ladi. Buni hozirgi pagodada bemalol giysangizda bo'ladi. Bu yanında ichlari setkali bo'ladi yine. Akkuratli o'zini brend tashalgan Efes mahsulotimiz Turkiya. İçinde ishunning kodlari bilan. İşte kodlari bor, chotki narsamiz. Mahsulotimiz Turkiya yine. Made in Turkiya olingan, xudo xolasa. Konkret narsamiz. Yaxshi narsalarimizni sizlarga ilinamiz, xudo xolasa. Qarang, keyingisi Xo'shroy svet. Bu chiroyli svetlardan biri bo'ladi. Fisteshka svet. Bu eng trenddagi svetlardan biri. Bellarni ham qarang. Vobshim chotki. Bellarni ham ko'ring. Vobshim konkret. Yine. Bellar ham chotki narsamiz. O'zini ham vitropki hisobida giysangizda bo'ladi. Komplet ham bemalol giyaverasizlar. Bu narsamizni bu svetina. Keyin aynimdagini mentol svetlar ham bor. Qaranglar, bom Xo'shroy svetlardan biri. Xudo xolasa zo'r narsamiz sizlarga. Endi svetimiz ham bor. Chiroyli svetlardan. Bu narsamizni giygan og'alarimiz bor. O'zi biladi, xudo xolasa. Ham yana giyib olib yurgan odamlarimiz bor. Shu narsani klientlarimiz. Bahasını 580 ming so'mdan ko'yibmiz, xudo xolasa. Turkiya mahsuloti. Aynimdagi akkuratli skromli svetlardan biri. Temniy siniy svet, trikolar ham o'zini svetida bo'ladi, xudo xolasa. Keyin bunda yana oq aralashlar ham bor, oq siniy. Vobshim go'zal svetlardan biri, xudo xolasa. Bu narsamizni iPhone svetlar ham bor. Trikolar ham o'zini svetida bo'ladi. Temniy siniy, buniki ham temniy siniy bo'ladi. Parlamentdagi parlament bo'ladi. Agar mabodo dastavka desangizlar, bemalol 12 viloyatda dastavka etib beramiz. Xudo shukr, razmerlarimiz hozirlikcha bor. Raqam qoldiramiz. Telefon qilib, raqamga telefon qilib, bemalol urib aytsangizlar bo'ladi. Agar sho'da bo'lsangizlar, kelinglar, ko'ringlar, xudo xolasa giyinglar, o'zlaringiz bir baho berasizlar. Bemalol olaverasizlar. Narxini ham arzon qo'yibmiz, xudo xolasa. Hammangizni Turkiya sportda kutamiz. Agar bizlarga obuna bo'lmagan bo'lsangizlar, bizlarni obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariya o'zlaringiz fikrlaringizni qoldiringlar. Agar like bosish yoddan chiqmasin, yurakdan xudo xolasa. Yaqinlara bu videoni yuborib qo'yamiz, xudo xolasa. Hammangizni Turkiya sportda kutamiz. Yaxshi narsalarimiz sizlarga ilinadi, xudo xolasa.